Reklama var, cho'katillar reklamasi. Diqqat bilan tinglang, xuddi mendek qiling deydi, to'g'rimi? Endi ikkinchi darajali birliklardan holni o'tgan safar gaplashdik. Bu safar to'ldiruvchi haqida gaplashamiz. To'ldiruvchi va uning ifodalanishi. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, 8-sinf ona tillarida ochsangiz shunaqa narsa keltiriladi. To'ldiruvchidan qisqa ma'lumot keltiriladi, juda ko'p narsa. Lekin gapda fe'l bilan ifodalangan biror bir gap bo'lagiga boshqaruv yo'li bilan, boshqaruv yo'li qanaqa edi? Ko'makchilar orqali va kelishuvlar orqali bog'lanish, to'g'rimi? Gapda fe'l bilan ifodalangan biror bir bo'lagiga boshqaruv yo'li bilan bog'langan ikkinchi darajali bo'lak to'ldiruvchi deyiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ukamdan oldim. Kimdan? Ukamdan. Demak, boshqaruvli birikma bo'ladi. To'ldiruvchi ikkiga bo'linadi. E'tibor beramiz. To'ldiruvchi qanday holatda bo'linishini ko'ramiz. To'ldiruvchi ikkiga bo'linadi. To'ldiruvchi qanday bo'linishini ko'ramiz. Birinchi o'rindagi masala. To'ldiruvchi qanday vositalar orqali ifodalanishi kerak ikkiga bo'linadi. Nimaga ko'ra ekan? Qanday vositalar orqali ifodalanishi kerak ikkiga bo'linadi. Birinchisi, vositali to'ldiruvchi. Vositali to'ldiruvchi. Ikkinchisi esa vositasiz to'ldiruvchi. Hop, vositali to'ldiruvchi, vositasiz to'ldiruvchi. Vositali to'ldiruvchilarga nimalar kiradi? Vositali to'ldiruvchilar ikki xil holatda shakllanadi. Birinchisi, qarang. Kelishuv qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Nima ekan? Kelishuv qo'shimchasi orqali ifodalanadi. Ikkinchisi esa ko'makchi orqali ifodalanadi. Kelishuv qo'shimchasi orqali ifodalanadi va ko'makchi orqali ifodalanadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, vositali to'ldiruvchilar qaysi kelishuvlar orqali ifodalanishi mumkin va qaysi so'roqqa javob bo'layotganda ifodalanishi mumkin. E'tibor bering. Kim va nima? Ushbu so'roqqa ga, da va dan shakllari qo'shilganda ifodalanishi mumkin. Masalan, aytadigan bo'lsak, kimga? Ukamga pul berdim. Kimga berdim? Ukamga. Hop, nimaga? Masalan, aytadigan bo'lsak, kuchugimga suratni tashladim. Nimaga? Kuchugimga. To'g'rimi? Hop, da. Masalan, aytadigan bo'lsak, ukamda barcha pullar bor. Kimda bor? Ukamda. Ha? Endi aytadigan bo'lsak, umumiy holatda mana shu gadadan kim nima? Agar bu gadadan qayer yoki qachon so'rovga qo'shilib qolsa-chi, mana qachonga, qachonda, qachondan, qayerga, qayerdan bo'lib qolsa, bu endi to'ldiruvchi emas, balki hol vazifasida kelib qolishi mumkin deb aytamiz. Xo'p, endi ko'makchilar orqali ifodalanish. Ko'makchilarni ham hammasi bilan emas. Hammasi bilan ifodalana olmaydi. Endi bu yerda e'tibor bering. Bilan haqida uchun orqali ushbu ko'makchilar nimani shakllantirar ekan? To'ldiruvchini qaysi qismini desak, vositali to'ldiruvchi. Endi buning ichida ikkita eng opasniylar bor. Bilan uchun. Chunki bilan uchun ko'makchisi bir o'rinda ko'makchi, ikkinchi o'rinda esa aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda to'ldiruvchi, ikkinchi o'rinda holni shakllantirib qoladi. Qachon to'ldiruvchini, qachon holni shakllantirishini ko'rib olamiz. Demak, to'ldiruvchiga asosiy savol beradigan birlik nima ekan desa, kesim emas, nimadan savol berilar ekan? Fe'ldan. Otdan hech qachon savol bermaysiz. Tushundira oldimmi? Demak, to'ldiruvchi fe'ldan shakllangan so'roq orqali javob berilar ekan. Endi e'tibor bering. Demak, sizga savol tushadi. Berilgan gapda vositali to'ldiruvchilar nechta, vositasiz to'ldiruvchilar nechta degan savol tushadi. Undan tashqari gapda nechta kelishikli to'ldiruvchi degan javob bilan savol ham tushadi. Mana kelishikli to'ldiruvchi. Ya'ni kim nima so'roqlarga gadadan qo'shimchasi qo'shilganda kelishikli to'ldiruvchini nima qilib qolamiz ekan? Hosil qilib qolamiz ekan. Endi e'tibor bering. Ko'makchilar orqali, masalan, haqida. Sen haqingda gaplar bo'lyapti. Kim haqida bo'lyapti? Hop, endi orqali
telefon orqali gaplashdik. Nima orqali? Telefon orqali gaplashdik. Shu yerda mana shu uchun orqali degan ko'makchilar doim to'ldiruvchi bo'ladi. Lekin bilan uchun esa doim ham bo'lavermaydi. Vositali to'ldiruvchilar kimga, nimaga, kimdan nimada, kimdan nimadan, kim haqida, nima haqida, kim to'g'risida, nima to'g'risida savollarga javob beradi. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, mavzuni kitobdan daftarga ko'chirdim. Bitta gap tarkibida bir dona to'ldiruvchi bo'ladi degan qoida yo'q. Tushuntira oldimmi? Bir dona to'ldiruvchi bo'ladi degan qoida yo'q. Masalan, e'tibor bering. Mavzuni kitobdan daftarga ko'chirdim. E'tibor bering, shuni yozamiz. Mavzuni kitobdan daftarga ko'chirdim. Shu jonli efirda bahonasi chiroyli yozishni o'rganyapti. Hop, mavzuni kitobdan daftarga ko'chirdi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, shu yerda ko'chirdi so'zi nima bu? Gapning kesimi, to'g'rimi? Hop, endi kesimdan savol beramiz. Aniqrog'i har qanaqa to'ldiruvchiga fe'ldan savol beriladi. Shu esingizdan chiqmasin. Otdan savol berib yurmang, sifatdan savol berib yurmang. Hop, ko'chirdi, nima qildi? Hop, nimaga ko'chirdi? Daftarga. Savol berildim. Demak, bu nimaga so'rovga javob bo'lsa, vositali to'ldiruvchi. Nimadan ko'chiryapti u? Kitobdan. Demak, bu ham vositali to'ldiruvchi. Endi nimani ko'chirdi? Mavzuni. Bu ham vositasiz to'ldiruvchi. Mana bu ham to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Demak, bitta gapni ichida bitta to'ldiruvchi bo'lsin degan qoida biz uchun yo'q ekan. Tushuntira oldim? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, shu yerda to'ldiruvchilar ichida bilan degan ko'makchiga e'tibor beraylik. Bilan. Biz aytdik, bilan ko'makchisi yoki uchun ko'makchisi ba'zi bir holatlarda hol vazifasida, ba'zi bir holatlarda esa to'ldiruvchi vazifasiga kelib qoladi deb aytdik. Xo'p, endi bu asosan 10-savolga ham va undan tashqari aytadigan bo'lsak, 9-savolga ham paddeshka bo'ladi. Qanday holatda paddeshka bo'ladi ko'rib o'tamiz. Bilan ko'makchisi ko'ryapmiz, mana variant ishlayotganda ko'ryapmiz. Berilgan gapda qaysidir bilan ko'makchisi holat ma'nosida kelgan yoki birgalik ma'nosida kelgan degan shakllarni ko'ryapmiz. Endi ko'makchi shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bilan ko'makchisi qanday ma'nolarda kelishi mumkin? Ko'ramiz. Hozircha 5 tasini topib olaylik. Chiqib qolsa qo'yganini ham topib ketaveramiz. Birinchisi e'tibor beradigan bo'lsak, vosita ma'nosini ifodalaydi. Qanday ma'nosi? Vosita ma'nosi. Misol uchun e'tibor bering. Ketmon bilan urdim. Ketmon bilan aliga aytadi-yu, millionda. Ketmon bilan beliga solasan, o'roq bilan boshiga solaman deydi. Shu yerda ketmon bilan urdim. Ketmon bilan urdim desak, shu yerda nima qildim? Urdim. Nima bilan uryapti? Ketmon bilan. To'g'rimi? Ha, demak endi bu yerda to'ldiruvchi vazifasi kelyapti. Vosita ma'nosini ifodalasa qanday gap vazifasi kelar ekan? To'ldiruvchi. Ikkinchi holat bor. Birgalik ma'nosi bor. Birgalik ma'nosi bor. Qanday holatda birgalik ma'nosini ko'rishimiz mumkin? E'tibor bering. Do'stim bilan boraman. Do'stim bilan boraman. Nima qilaman? Boraman. Kesimni topib oling birinchi o'rinda. Nima qilaman? Boraman. Kim bilan boraman? Hop, do'stim bilan. Nima olib kelyapti endi bu? Demak, birgalik ma'nosini ifodalasa ham to'ldiruvchi bo'ladi. Keyingisi, eshitib turamiz. Keyingisi. Holat ma'nosini ifodalaydi. Holat ma'nosini ifodalaydi. Bu yerda ko'proq biror yerga yozib qo'ying. Mavhumotlar bilan birga kelganda holat ma'nosini ifodalab qo'yadi. Mavhumotlar bilan.
Lekin reklama bor, cho'katillar reklamasi. Diqqat bilan tinglang, xuddi mendek qiling deydi, to'g'rimi? Shu yerda e'tibor bering. Diqqat bilan tinglang. Diqqat bilan tinglang. Hop, tinglang. Qay holatda? Diqqat bilan. Endi bu yerda ham to'ldiruvchi bo'ladimi desak, yo'q. Holat ma'nosini ifodalab kelsa, bu hol vazifasiga kelib qoladi. Tushundira oldim? Holat vazifasiga kelsa, to'g'rimi? Hol vazifasiga keladi. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak. Keyingisi, payt munosabatini ham ifodalaydi. Payt munosabati. Payt munosabati. Payt munosabatini ham ifodalab qoladi. Eshitib turing. Payt munosabatini ifodalaganda bunda ham hol vazifasiga kelib qoladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, hamma ham uyda shunday holat bo'lsa kerak. Kompot masalasi asosiy rol egallaydi. Qish bilan hozir sezonli payt. Yoz bilan kompot yapasan, qishda bitta ham ichmaysiz, bahorda kimdir tug'ilgan kuni bo'ladi, shu tug'ilgan kuni o'tib ketadi. Kompot tashinchasi keyingi yil yoshib ketib qoladi. To'g'rimi? Hop, misol uchun aytadigan bo'lsak, biz kompot yapdik, qish bilan ichamiz. Qish bilan ichamiz. Bu yolg'on, Hop, endi e'tibor beradigan bo'lsak, shunda nima qilamiz? Qachon ichamiz? Qishi bilan deydigan bo'lsak, shu yerda nima vazifasi kelib qolyapti? Hol. Demak, e'tibor bering. Payt munosabatini ifodalasa ham bu hol vazifasiga keladi. Tushundira oldimmi? Payt munosabatini ifodalasa ham hol vazifasiga keladi. Keyingisi tez va kutilmaganda munosabatni ifodalaydi. Tez va kutilmaganda munosabatni ifodalaydi. Qanday holatda tez va kutilmaganda munosabatni ifodalaydi? Hop, zvonoq chalinishi bilan, ya'ni qo'ng'iroq chalinishi bilan uyga yugurdi. Qachon? Hop, qarang. Zvonoq chalinishi bilan uyga yugurdi. Bilan uyga yugurdi. Hop, qachon uyga yugurdim? Chalinishi bilan, to'g'rimi? Demak, qachon so'roviga javob bo'lsa, buni ham hol deymiz ekan. Endi e'tibor bering. Eng asosiy joylarimiz kelyapti. Agar bilan ko'makchisi vosita ma'nosini ifodalasa, birgalik ma'nosini ifodalasa, bu ikkalasi umumiy holatda mana bu yerga mana 1, 2, 3, 4, 5 ta ma'noni ifodalab kelyapti. Ko'ryapsizlar? Endi shu yerda nima deymiz ekan desa, qarang. Birinchi, to'g'rimi? Ikkinchilarda bu to'ldiruvchi vazifasi kelyapti. Nima vazifasi? To'ldiruvchi vazifasi kelyapti. Endi 3, 4-5 qoidalarda hol vazifasi kelyapti. Uchinchisida bu tarz holini ifodalab kelyapti. Tarz holini ifodalab kelayotgan bo'lsa, 4 va 5-larda esa payt holini ifodalab kelyapti. Kim tushunmadi? Tushundinglar? Mana shu demak bilanni ko'ribda, siz faqat to'ldiruvchi bo'lib ketadi deb o'ylamangda. Uni 5 ta ma'nosi bor. Qanday ma'noni ifodalayotganligiga qarab turib, yo to'ldiruvchi yoki holga nima qilib ketishingiz mumkin ekan? Ajratib ketsangiz bo'laverar ekan. Endi biz hozir bilan ko'makchini o'tdik, bilan ko'makchini o'tdik. Endi uchun haqida gaplashamiz. Uchun qanday, nimaga e'tibor beriladi, nimaga qaratiladi, nimani asosiy rol sifatida ko'rishimiz mumkin? Shular bo'yicha gaplashamiz. E'tibor bering. Uchun asosan qanday ma'nolarni ifodalash mumkin? Birinchisi, mana bu yerda yana uchunni keltiramiz. Birinchisi uchun atalganlik munosabatini ifodalaydi. Qanday munosabat ekan? Atalganlik munosabati. Kimgadir yoki nima uchundir atalganlik munosabati.
Misol uchun aytadigan bo'lsak, siz uchun oldim. Yoki darsni siz uchun o'tdi. Kim uchun o'tyapti? Siz uchun. Siz uchun o'tyapmiz. To'g'rimi? Shu yerda kim uchun savolga javob bo'lsa, demak buni biz nima deymiz ekan desak, hop, atalganlik munosabati bo'lib qolyapti. Tushuntira oldimmi? Qanday munosabat ekan desa nima deymiz? Atalganlik munosabati bo'lib qolyapti. Hop, endi va atalganlik munosabat bo'lsa, bu qaysiga bo'lak bo'lib kelar ekan desa, to'ldiruvchi. To'ldiruvchi vazifasi keladi. Hop, keyingisi sabab ma'nosini ifodalasa. Sabab ma'nosini ifodalasa. Misol uchun e'tibor bering. O'qimaganim uchun urdim. Uchun urdim. Ya'ni ta'lim sistemasida shunaqa narsa bor. O'quvchilar o'qimagani uchun kalta yeyish siyosati. Shunaqa odamlarga tushunmayman. Nega ular uchun o'quvchilarga hayronman. Biz masalan urmaymiz, boshqa narsa qilmaymiz. Yolg'onda Xudoningiz kechirsin dedik. Xo'p, endi o'qimagani uchun urdim. Nima sababdan? O'qimagani uchun mana sabab hol. Bu yerda qaysiga bo'lak bo'lib kelyapti? Hol vazifasi kelyapti. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak. Keyingisi maqsad ma'nosini ifodalash mumkin. Maqsad. Maqsad ma'nosini ifodalash. Hamma odamda o'zi maqsad bor. Shu uchun orqali ifodalaydigan bo'lsak, maqsad holini shakllantirib kelgan bo'ladi. Misol uchun, hop, men bu yerga sertifikat olish uchun kelyapman. Mana. Sertifikat olish uchun kelyapman. Nima qilyapman? Kelyapman kesin. Nima maqsadda? Sertifikat olish maqsadda. Bu yerda ham qaysiga bo'lak bo'lib kelar ekan desa, maqsad hol, ya'ni hol vazifasini o'tab kelyapti. Tushuntira oldimmi? Demak, bu yerda 3 xil ma'no bor ekan: atalganlik, sabab va maqsad ma'nosi.